Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bizlar har doimgidek bemorlarimizni va bemorlarimizda davolanishdan keyin bo'layotgan o'zgarishlar haqida qo'ldan kelganicha axborot berib boryapmiz. Video lavhalar tayyorlab YouTube kanalimizga qo'yib boryapmiz. Bugun ham xuddi shunday bir video lavhani sizlarni e'tiborlaringizga havola qilmoqchimiz. Biza yana Parkinsonizm kasalligi haqida, Parkinsonizm bilan og'rigan bemorlarni davolash bilan shug'ullanamiz. Nafaqat Parkinsonizm, balki barcha nerv kasalliklari, barcha turdagi nerv kasalliklarini davolash bilan neurokardiomedik klinikamizda shug'ullanamiz va Allohga behisob shukr, barcha bemorlarimizda yaxshi natijalar, yaxshi rezultatlar kuzatilyapti. Parkinsonizm kasalligi bilasizlar, bosh miyada o'zgarishlar bo'ladigan kasallik, ya'ni odamda o'sha chorniy substansiya, qora substansiyada dopamin ishlab chiqarishning buzilishi bilan kechadigan, dopamin ishlab chiqarishi buzilishi natijasida odamda tana mushaklari harakatlarini o'ziga to'liq bo'ysunmaydigan yoki titroqlar bilan kechadigan shunaqa kasallik hisoblanadi. Asosan harakat buzilishlari bilan namoyon bo'ladi. Undan tashqari o'sha Parkinsonizmda og'ir, chuqur formalarda odamda gapirish, nutqi, gapirishga qiynalish hamda bosh miyaning kognitiv faoliyatining buzilishi, ya'ni turli xil gallyutsinatsiyalar bo'lish, xotiraning pasayib ketishi va bu kasallikning 4-chi, ya'ni oxirgi darajalarida inson to'shakka mixlanib qolish holatlari kuzatiladi. Bizga murojaat qilayotgan bemorlar Parkinsonizm kasalligining turli xil darajalarida, 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqichlarda bizlarga murojaat qiladi va aytib o'tganimizdek, bu kasallik bilan to'liq 100% tuzatishda imkoniyat yo'q. Butun dunyo ham hozir shu narsa haqida juda ham izlanishlar olib boryapti, lekin bizning klinikamizda bemorlarimizning ahvoli anchagina yaxshi tomonga o'zgarib, holatlari yengillashib qolish holatlari juda kuzatilyapti. Shu singari Qirg'izistondan opamiz videoroliklarimizni ko'rganda bizga tashrif buyurgan Oynagul opamiz Qirg'iziston Respublikasidan bizlarga 9 kun bo'ldi. 9 kun muqaddam bizga tashrif buyurdilarda opamizda ahvol ancha bir 40%, 50% desak bo'ladi, yaxshilanishga o'tdi. Hozir o'zlari bemalol gapira olyaptilar. Tremorlari, titroqlari anchagina kamaygan, harakatlari anchagina yaxshilashgan. Xullas, natijamiz yaxshi. Opam xursandlar. Ozgina intervyu olib, haqiqatdan ham shu narsani sizlarga ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Allohga shukr. Qanaqa endi taassurotlar, bir gapirib bering kuzatuvchilarimizga. Allohga shukr. Men qirg'izcha gapiraveraymi? Gapiravering qirg'izcha, men perevod qilib turaman. Men assalomu alaykum, bu YouTube ko'rishlar. Qirg'izistondan Batken oblasidan Qizilka shahridan keldim. Shu bolamni YouTube chiqolib topib oldim. YouTube'dan topdingiz-a meni, ha? YouTube'dan topdim. Yanvardan beri chiqolib kunda ko'raman video roliklarni. Yanvar oyidan beri ko'rasiz. Ahvolim og'ir edi, lecheniya olib, ko'p yerdan lecheniya oldim, o'zim Qirg'izistondan hech davo bo'ldi. Shu bola oxiri shu may oyida yetib keldim, Xudoyim nasib qilib yetkizdi. Kelgandan beri yaxshiman, qo'lim qatib qolganda qo'limcha. Qo'llar harakatsiz edi, kelgan paytingizda yengil bo'lib qoldim. Yengil bo'lib qoldingiz-a? Shilchim, orqaga Xudayning oldida to'g'risini söylashga gapirish kerak-da. Orqaga mana shu yetmaydi qo'lim. Hozir mana. Endi qadrli kuzatuvchilar, qisqacha agar ba'zi so'zlar tushunilmagan bo'lsa tushuntirishga harakat qilaman. To'g'risini aytish kerak deyaptilar. Qo'llarim orqaga kelmas edi, harakatlarim yaxshi emas edi. Gapirishingiz qanaqa edi? Gapirishim vobshe qiynalib qolgandim. Qiyin edi, bir gapirganda qaytalab gapirmay qo'ydimda. Hozir yaxshiman, Allohga shukr. Söylab umurim qalbimga kelim deb umiddaman. Qo'lim titragi bor edi. Az var.
Hatta yaxşı kolum men putumda ayağımda var edi. Neçe foiz yaxshiman deb o'ylaysiz? Общий hisobda. 80 80% 80-70'te öyle daha bir liçeni alsam yaxşı olup keteyim diye oturam. Daha gırıcamdı yaxşı kılıştı basqanda birinci kayında gördüğümüzde qanday basatdım. Videoyu mayda qadam bilan yura olmaysınız da. Yaxşı tüp-tüz basıp qaldım. Allah'a beysep şükür. Rahmat şu doktorlarga. Endi şu maňa oxşap kynalgandardy çakıramda. Onca akça bizde ketті өзүбүздө да Кыргызстанда. Men hiç dava tapmadım. Kıynaldım, үйдө turganym ağır, araň turatdy mazmı. Allah'a şükür. Bütün yurt ko'rsatding, opajon. Jardam bilen turat edem. Boshqalarni ko'magi orqali, ya'ni yordam orqali o'tirib turar edim deyaptilar. Va harakatlarim umuman yurishim qiyin edi, mayda qadam bo'lib qolgandim. Va hozir harakatlarim juda ham yaxshi deyaptilar. Avvalambor Alloh shifosini bersin. Alloh shifo beradi. Bizlar esa sababchi bo'lib qolamiz. Bizga telefon qo'ng'iroqlari juda ham ko'p bo'lyapti. Bizdan eng asosiy savollar o'sha qanaqa usul bilan davolaysizlar sizlar bu kasallikni degan savol birinchi o'rinda turibdi. Bizning klinikamizdagi davolash choralari haqiqiy nevrologik, ya'ni hech qanaqa boshqa tabobat, boshqa nimalar emas, haqiqiy nevrologiskiy klinika, ya'ni meditsinskiy yo'l bilan turli xil dori-dormonlar va qabul qilayotgan dopamin miqdorini korreksiya qilib beramiz. Ya'ni inson uchun kerakli dozani tanlab, vaqtlarini kelishtirib qilib beramiz. Undan tashqari bosh miyaga o'sha transkranial magnit stimulyatsiyasi yordamida kerakli bo'lgan magnit to'lqinlarni yuborish orqali o'sha bosh miya faoliyatini yaxshilash. Undan tashqari barcha turdagi kerakli bo'lgan fiziologiylar, massajlar orqali bemorlarimiz ahvolini yaxshilaymiz. Juda ham ko'p savol bo'ladi. Operatsiya qilasizlarmi? Yo'q, bizlar operatsiyasiz bemorni nevrologik usullar yordamida davolash bilan shug'ullanamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Menga ham so'z ber. Rahmat opajon, sizga ham. Sizga razıçılığımı bilgizip koyun. Rahmat. Rahmat balam. Allah razı olsun. Ilayim işlerine rivaj bersin. Rahmat. Bala çaqanın yaxşı vaqtlarını görün. Hiç ağrıva, daim evlin kızmatda жүрür. Bize maňa oxşap kynalgandary süýündürüp Allah razı olsun. Oşu kızlarga, bu da bir baş kızım var. Dilbar kim? Dilmir opa. Dilmir xanga men rahmat. Kimde? Qizlarimiz. Hamshira qizlarimiz. Hamshira qizlarga rahmat. Allah massaj qilsa bari yaxshi ekan. Allah razı olsun, bardağı razımın, men rahmat bardalarga. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'linglar. Daima elin xizmatda жүргиле.